smayliklarni andrologik xususiyatga egalari ko'pchilik uchun qiziq tuyulishi mumkin. Tilini chiqargan smaylik. Keyingi qolgan 5tasi baqlajon, ya'ni 6-o'rinda agarda. 9-inchisi esa bu shaftoli ekan. Qanday mazmun chiqarishgan shuni bilmadim. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimizni kuzatib boruvchilar. Bugun ham zamonaviyroq, ham sal kulgiliroq tuyulishi mumkin, hazilomuz bo'lishi mumkin, lekin buni jiddiyga olib Kanadada o'tkazilgan ilmiy bitta maqolani qisqachagina xulosasi haqida sizlarga aytib bermoqchiman. Sarlavhamizda ham ko'rinib turgandek, smayliklarni andrologik xususiyatga egalari bormi, yo'qmi? Ya'ni nima degani? Kishini, suhbatdoshini o'sha jinsiy moyilligiga yoki jinsiy holatiga, xohishiga tashviq qiladigan qandaydir smayliklar bormi, yo'qmi ma'nosida Kanadada shunaqa tekshiruv o'tkazib chiqishibdi. Kanadada o'tkazilgan tekshiruvda Thompson nomli doktor statistik ma'lumot qilgan 6000 kishidan so'rovnoma o'tkazilgan. Juda ham katta ish. Ba'zan hozirgi kunda ilmiy ishlar ko'proq shu statistik ma'lumotlarga ham tayanilsa juda ham katta natija beryapti. Bu ham o'zini maqolasini shunday nomlagan: smayliklarni romantik va jinsiy mazmunni ifodalash uchun doimiy qo'llanasizmi deb sarlavha chiqargan. Journal of Human Sexuality'da Kanadada chiqargan. O'sha suhbatdoshlarga anketa yig'ib turgandagi qatnashuvchilarga 30 dan oshiq smayliklarni ko'rsatgan. Bularning ichida eng yuqorida 10 tasi yuqori o'rinni egallagan. Bulardan birinchisi asosan 5 tasi yuzdagi shakl shamoyil. Birinchi yuzdagisi eng ko'p ishlatgani bu jilmaygan yuz. Ishlataman bemor suhbatdoshimga nisbatan degan. Ikkinchisi bir ko'zini qisgan smaylikcha. Keyingisi o'pich uflagan smaylik. 4-inchisi esa ko'zlaridan yurak chaqnayotgan smaylik. 5-inchisi esa ko'pchilik uchun qiziq tuyulishi mumkin, tilini chiqargan smaylik. Keyingi qolgan 5tasi ko'proq narsalarni bir-biriga jo'natish orqali o'zini jinsiy maylini ifodalash uchun foydalanishgan. Birinchi o'rinda qiziq tuyulishi mumkin ko'pchilikka bu baqlajon, ya'ni 6-o'rinda agarda birinchi 5talikdan keyingini hisoblaydigan bo'lsak, 6-o'rinda baqlajon rasmi. Lekin shu o'rinda bilasizlar ko'proq banandan ham foydalangan holatlar bo'lgan. 8-inchisi ter donachalarini jo'natish ham o'zini shu jinsiy mayilligiga ifodalab ko'rsatar ekan. Ya'ni smayliklarni bilasizlar, hamma suhbatdoshga kelib chiqqan holatda o'zini tagiga xohlagan ma'nosini qo'yishi mumkin. 9-inchisi esa bu shaftoli ekan. Qanday mazmun chiqarishgan shuni bilmadim. Lekin shaftoli jo'natish ham qandaydir o'zini maylini ifodalash shakli bo'lib xizmat qilibdi. 10-inchisi esa oxirgi smaylikcha, bu o'sha okeyni belgisi 10-o'rinda. Ya'ni shu jihatdan ham ishlatilar, lekin boshqa jihatdan ham mazmun gap tasdiqlash uchun bilasizlar bu smaylik juda ham keng qo'llaniladi. Albatta bu bitta kichkinagina maqolacha bizni mentalitet, bizni kontingentga tushmasligi mumkin. Buni xohlasak foydalanamiz, xohlasak foydalanmaymiz. Lekin maqolada yana o'qib chiqilsa qiziq holatlar bor. Masalan, yuz ifodasidan foydalanganlar ko'proq er-xotinlar, uzoq muddat birga sevgi munosabatda yurganlar ko'proq shundan foydalansa, o'zini his-tuyg'ularini ifodalash uchun u narsalardan foydalangan holatlar ko'proq qisqa muddatli yangi tanishuvlar yoki shu nima deydi, bir kechalik bo'lgan suhbatdoshlar tarzida ko'proq narsalardan foydalanilgan. Endi albatta biz buni o'zimizga olamiz, o'zimizga qilamiz degan mazmunda emas. Ya'ni dunyoda shunaqangi ishlar, shunaqangi holatlar borligidan sizlarni xabar topishlaringni xohladim. E'tiborlaringiz uchun rahmat.